Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yilning dekabr oyining o'rtasindamiz mana. Bizlarda ko'p odamlarimiz telefon qilib, "Necha kun navbatimiz bor?" deb birinchi savolni beradi. Navbatlarimiz ham azaydi mana. Bir kun, ikki kun ichida ishimizni bitiramiz endi. Kimgaki kotol qiziq bo'lsa, telefon qilib murojaat qilinadi. To'liq batafsil ma'lumotlardan berishga harakat qilamiz iloji boricha. Hozir tayyor kotollarimizni birma-bir tushuntirib berishga harakat qilamiz sizlarga. Aynan birinchida turgan kotolimiz Nijniy Garina, ya'ni pastdan yanuvchi kotolimiz uchlik lisdan ishlangan, bir kunlik zapravkasi 35-40 kg atrofida, bir kunlik rasxoti 30 kg dan 50 kg gacha ishlaydi bu kotollarimiz. Ya'ni bu degani issiqroq kunlarda 30 kg ketadi, sovuqroq kunlarda 50 kg ketadi. Bu kotolimizning narxi 9,5 million so'm. Navbatdagi pastdan yanuvchi kotolimiz uchlik lisdan ishlangan, 250 kvadratga bemalol bo'ladi bular. Bu kotolimizning ham narxi 9,5 million so'm. Navbatdagi kotolimiz tepada yanuvchi, ya'ni Nijniy Garina, 30 kg kotolimiz. Bir zapravkasida 50 kg ko'mir sig'adi, 300 kvadrat xonadonga bemalol bo'ladi. Uchlik lisdan ishlangan varianti 10,5 million so'm hozir kunda. Navbatdagi 30 kg kotolimiz, pastdan yanuvchi kotolimiz, ya'ni uchlik lisdan ishlandi. Bir bor, ikki bor sistemaga yopiq sistema chiriydi. Agar sizda 4 bor yuberaman yo 3 bor qo'yaman degan bo'lsangiz, 4lik lisdan ishlating kotollarda. Ana shu o'rinda e'tiborga olishni iltimos qilib qolamiz. Ko'p odamlar tushunmay chiriydi deganga 4 borli sistemaga qo'yib turibdi. 4 borli sistemaga 4lik lis bo'lmasa chidamaydi. Bu kotolimizning zapravka joyida 40 kg, 50 kg atrofida ko'mir sig'adi. Pastdan yanuvchi kotolimiz komplektida ventilator termostat bo'ladi. Agar termo regulyator ham qo'yib ber desangiz, termo regulyatordan puli qo'shiladi bu kotollarimizga. Navbatdagi kotolimiz 50 kg kotolimiz. Bu kotollarimizni sinovdan o'tkazganmiz. 70-60 kg atrofida rasxotni ishlaydi bir kunda, lekin shunga yarasha 500 kvadrat xonadonni qizdiradi bemalol. Bu kotolimiz 4lik lisdan ishlandi. Hozirgi kundagi narxi 13 million so'm. Davlat muassasalari bo'lsin, uylarga bo'lsin, hammasini yetkazib beramiz. Bu kotollarimizning yopiq sistemaga bemalol bo'ladi. Nima deganda 4likdan bo'ldi. Bu kotolimizning 13 million so'm hozirgi kunda narxi. Navbatdagi kotolimiz 20 kW universal. Ya'ni bu kotolimizning bu tomoniga hozir bizning ko'p odamlarimiz gaz yo'q joylarda joylashgan bo'lgani uchun o'tinimiz ko'p deyapti. Shu yana shu odamlar uchun mos kotol. Yana shu joyga o'tin solsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'mir, o'tin irisini solasiz, bu tomoniga maydasini solasiz. Komplektida motor reaktorlar, miyalar, ventilatorlar 100% komplekt etib beramiz, 15 million so'm. 15 million so'm bo'lgandan keyin dastlabkisini aytdingiz, o'zingiz to'laysiz, kelsak ona gaplashib olamiz. Navbatdagi kotolimizning bu kotolimiz amu teplo universal bo'lgani uchun ko'mirning irisi, maydasini barini bir yoqqa solasiz. Lekin reaktorlar ikkita bo'lgani uchun iri ko'mir, mayda ko'mir tortadi. Tuxum darajasida ko'mirdan tortib turish kotollarimiz. Bu kotollarimiz 3lik 4lik litrdan bo'ladi. Zakazini saqlab ishlab beraveramiz. Bunkerlar 1.8, 1.5 litrdan bo'ladi. Komplektida ventilatorlar, motor reaktorlar, miyalar bo'ladi. Bu kotolimizning o'titnidan bo'lgani uchun narxi 23 million so'm. Navbatdagi 30 kg kotolimiz. Bu kotolimizda 4 dona kitob bor. Shuning hisobidan bu kotolimizning narxi 18 million so'm. Ya'ni bu kamroq temir ketadi bu kotolimizga qaraganda. Shu yoqlarni e'tiborga olsa, lekin shunga yarasha buning ko'mir rasxoti juda kam bo'ladi. Buniki sal bo'lishi mumkin. Masalan, bu 50 kg ishlasa, bu 40 kg ishlashi mumkin. Shu yoqlarni e'tiborga olsa, kotolning kitoblari ko'proq bo'lgan sayin ko'mir kamroq ketadi. Navbatdagi kotolimiz 90 kg kotol bo'ldi bu, 90 kg. Bu kotolimizdan ikkita zakaz bergan. Xorazm viloyati Gurlan tumanida yangi to'yxonaga qo'yiladi bu kotolimiz. Yodgor ota to'yxonasi uchun maxsus deb yozib ham berganmiz mana. Bu kotolimiz bemalol yopiq sistema, ochiq sistema barchasiga bo'ladi. Bu kotollarimiz narxi 28 million so'm bo'ldi. Motor reaktorlar juda baquvvat bo'lgan, mana ko'rishingiz mumkin. Motor reaktorlar juda baquvvat bo'lgan. Kimga kotollar, shunday temir eshiklar, to'yxonamiz bormi, teplitsamiz bormi, buyurtma bersangiz barini ishlab beramiz. Masalan, navbatdagi kotolimiz mana 900 kg kotol bo'ldi. Shu kotolimizdan ikkitadan zakaz qilgan Gurlan tumanida teplitsaga. Xudo xolasa bu kotolimizning efektlarini barini videolarni qo'yib boramiz, qizg'anlarini, ishlaganlarini. Bu kotollarimizning listrlari 5lik listrdan bo'ldi.
xohlasangiz 5lik, 4lik, 6lik listerdan ham qilib beraveramiz. Kotyollarimiz o'tibni ham qilganmiz. Bunkerlarga 1 tonnadan ziyodroq ko'mir sig'adi. Har xil o'lchamda, har xil turda kotyollar ishlab chiqaramiz. Kimga kotyollar, temir eshiklar, darvozalar qiziq bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bizning manzil Amudaryo tumani kichik sanoat zona ichida ishlab chiqarish korxonamiz. Kimga temir eshik qiziq bo'lsa, kotyol qiziq bo'lsa, telefonda murojaat qilsangiz javob beramiz. Kelib ko'ring, iloji bo'lsa kotyollarimizni ko'zingiz bilan ko'rsangiz aniq bo'ladi. Videolarimiz muvaffaq bo'lsa birdan like bosib qo'ying. Tanish bilishlariniz kotyollarga qiziq bo'lsa shu videolarni jo'natib qo'ying. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.